Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari, Kreativ Sport kanaliga xush kelibsiz. Ushbu kanalimizdan biz bugun Portugaliya hamda O'zbekiston terma jamoasi o'rtasidagi uchrashuvni sharhlab boramiz. Ya'ni biz sizlarga jonli ravishda sharh taqdim etamiz. Ushbu uchrashuvni siz bizning Telegram sahifamizdan jonli ravishda kuzatishingiz mumkin. Biz YouTube sahifamizdan buni qo'ya olmaymiz, chunki YouTube'da avtorskiy, ya'ni o'sha mualliflik huquqi bor. Shuning hisobiga biz buni YouTube sahifamizdan jonli ravishda qo'ya olmaymiz va Telegram sahifamiz silkasini biz YouTube sahifamizdan faqatgina o'zimiz ko'rinib chiqib sizlarga sharhni taqdim etamiz va Telegram silkasini ham berib boramiz. Ana shu jonli efirda Telegram sahifamizga o'tib bizni kanalga obuna bo'lib, ana shu uchrashuvni bemalol jonli ravishda tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Albatta kanalga obuna bo'lib qo'ying va bizni mana shu hozirgi videoyimizning ham описание va kommentariyasida qo'yib qo'yilgan o'sha Telegram sahifamiz silkasiga o'tib obuna bo'lib bizni kuzatib turing va biz jonli ravishda ushbu uchrashuvni sizga taqdim etamiz. Agarda ushbu uchrashuvni O'zbekiston telekanallaridan olib berishi mumkin bo'lgan kanallarni bila olmayotgan bo'lsangiz, ular Zo'r TV hamda Sport yoki Futbol TV telekanallarida olib beradi. Agarda xorijiy mamlakatlarda yurgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, ushbu uchrashuvni tomosha qila olmayotgan bo'lsa, bizni Telegram sahifamizga o'tsin va bemalol jonli ravishda kuzata olishingiz mumkin. Ushbu video ko'proq yurtdoshlarimizga yetib borishi uchun like bosing va bizni qo'llab-quvvatlang. Va boshqa yurtdoshlarimiz bilan ushbu videoni bo'lishing, albatta hammaga yetib borsin. Bugungi to'qnashuv O'zbekiston xalqi uchun, O'zbekiston muxlislari uchun juda ham muhim to'qnashuv. Tarixda birinchi marta 48 ta jamoat ishtirok etayotgan jahon chempionatida birinchi bor O'zbekiston terma jamoasi ham qatnashmoqda. Albatta ushbu to'qnashuvni birgalikda tomosha qilamiz. Like bosing va videoni ko'proq muxlislar bilan bo'lishing.